Tilga oson, tarozida og'ir, Rahmonga eng yoqimli so'z. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim. Qiyinmi? Vala zikrullohi akbar dedi Alloh taolo. Allohni zikr qilishlik eng ulug' ish, eng buyuk ish. Va zakirinalloha katiran va zakirat. A'addallohu lahum mag'firatan va ajran azima. Zikrda bo'lgan kimsaga Alloh taoloning mag'firati va'da qilinyapti. Allohni ko'p zikr qiluvchi erkaklar va Allohni ko'p zikr qiluvchi ayollar uchun Alloh mag'firat va ulug' mukofot, jannat tayyorlab qo'ygan. Nech pul ketadi zikr qilishing uchun? Qancha vaqt ketadi zikr qilishing uchun? Prosta esdan chiqarmang. Ana endi uning muqobilida qalbi g'ofil bo'lgan insonni ko'ring. Bir kishi bozorga kirdi. Do'konga kiruvdi, do'kondor kasetasiga Qur'onni qo'yib eshitib turuvdi. Kirdi, yuragi siqilib ketdi. Yuzi burishdi. O'chiraman dedi. Nimaga? O'chir, menga yoqmaydi shu narsa.